hurmatli talabalar, hurmatli bitiruvchilarimiz, hurmatli ustozlar, mehmonlar. Sizlar bilan shunday bir qutlug' bayramlar arafasida ko'rishib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Kim soliq to'lamaydi? Hamma soliq to'laydi. Butun mamlakatdagi gigant korxonalardan tortib hamma davlatga soliq to'laydi. Chunki davlat byudjetining asosiy manbai soliqlar bo'lib hisoblanadi. Prezidentimiz tashabbuslari bilan haftaning har payshanba kuni rahbar va yoshlar uchrashuvi tashkil qilish belgilangan. Bu yerda o'tirganlar hammasi agar men prokuror bo'laman, tergovchi bo'laman, boshqa bir kasb egallayman deydigan bo'lsa, u ham to'g'ri. Lekin bugun boshqa sohalarda ham o'zingizni olgan bilimingizni hayotga tatbiq qilib, jamiyatda munosib o'rningizga ega bo'lishingiz uchun ham sharoitlar bizga. Soliq sohasi shunaqa sohaki, u sohada yurist bo'lib ishlab, soliq to'g'risidagi qonunchilikni o'rgangan odam boshqa har qanday sohani bemalol olib keta oladi. Chunki bunday sohani ichida pishib yetilgan odamga to'g'risi aytishim kerak, tizimda mutlaqo ishonch boshqacha bo'ladi. Bu yerda o'sha kuchli ustozlar borligi uchun va bu yerda o'tirganlarni ko'pchilik bitiruvchilarni taklif qilib qolgan bo'lardim. Soliq qo'mitasi, uni hududiy boshqarmalari, inspeksiyalarda bizada ham juda katta bir islohotlarni faol ishtirokchisi sifatida siz bilan birga ishlash biz uchun juda bir sharaf bo'lardi.